Bugungi juma kuni barchalaringizga muborak bo'lsin. Allohning fazli marhamatidan umidvor bo'lib, o'zining bayti sari xulusi niyatlar bilan bosib kelgan qadamlaringizga Alloh ajrlar, hasanotlar ato qilsin. Bugungi kunimiz hijriy qamariy sana bilan Rajab oylarini 6-kunlari 1447-yil, milodiy sana bilan 26-dekabr 2025-yil. Bugungi juma mav'izamiz duoning musulmon hayotidagi ahamiyati degan mavzuda. Duo hammamiz yaxshi bilamiz. Bandani Allohdan nima hojati bo'lsa, maqsudi bo'lsa, talabi bo'lsa, ana shu so'rovini banda duo orqali qiladi. Banda duo qilganda Allohga ishongan holatda, rahmatidan, karamidan umidvor bo'lgan holatda Allohga qo'lini ochib turib iltijosini qilib so'raydi. Shuning uchun shariatimizda bu amalni ibodat deyiladi. Duo qilib turishligimiz ibodat. Rasululloh bu haqida marhamat qildilar. Ad-duo mukhul ibada dedilar. Duo bu ibodatlarni iligidir, mag'zidir dedilar. Bugungi suhbatimiz inshaalloh mana shu duo haqida. Payg'ambarimiz alayhisalom ashoblar bilan ketayotgan edilar. Bir arobiy bo'lgan kishi kelib Rasulullohning ro'barolariga kelib so'radi. Ya Rasululloh, biz duolarimizni qanday qilaylik? Islomning ilk paytlari bu haqida hali mukammal xabar yo'q. Mana shu savol bilan murojaat qildi. Alloh taolo bizdan uzoqda bo'lsa, ovozimizni ko'tarib baland qilib so'raylikmi? Yo tog' toshlarga chiqib so'raylikmi duomizni? U bizdan yuqorida bo'lsa degan fikrlarni aytdi. Shunda Jabroil alayhisalom Rasulullohga ushbu oyat karimani olib keldilar. Astag'idu billah. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallohul azim. Ushbu oyat karima o'sha onda haligi arobiyning savolidan keyin nozil bo'ldi. Bunda Alloh aytadiki: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar men haqimda bandalarim so'rasa, ularga aytingki, men bandalarimga yaqin bo'lgan zotman" deydi. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Qachon bir banda menga qo'lini ko'tarib duo qilsa, men uni duosini ijobat qilaman deydi Alloh. Demak, Alloh taolaga Allohning va'dasiki, qachon bir qo'limizni ko'tarib iltijo qilsak, Alloh taolo va'da qilyapti, duosini ijobat qilaman deyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislarida marhamat qiladilarki, bandani duosi modomiki gunohni niyat qilmasa, qarindosh urug'chilik rishtasini uzishni niyat qilmasa, ixlos bilan duo qilsa, ya'ni beparvo bo'lmasdan uni qilgan duosi ijobat dedilar. Alloh taolo bandani qilgan bu duosini 3 xil ko'rinishda bandaga qaytib beradi dedilar. Buni shu dunyoda qilgan duosini Alloh taolo samarasini berar ekan. Agar bunda banda buni ijobatini ko'rmasa, bandaga keladigan balolar bor. Ko'rinar balo, ko'rinmas balo. Bandani duosini qilganini miqdoriga qarab Alloh taolo uni duosi tufayli balolarini bandadan to'sib turadi, qaytarib turadi dedilar. 3-chi ijobat bo'lishligini Rasululloh bu qiyomat kunida bo'ladi dedilar. Qiyomat kunida hammamiz bilamiz, shiddatli kun. Shiddatliligini Alloh Qur'oni Karimda yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi deydi. Shunday shiddatli kunki, unda ota bolasidan, bola ota onasidan, inson o'zini yori do'stlaridan qochib qoladi. Chunki qiyomatda shiddatidan o'zini holi bilan o'zi band bo'lib, boshqa tomonga qarashga toqat ko'tarmay qoladi. Ana shunday kunda
bandani nomay amollariga ajrlar, savoblar kelib qo'shila boshlaydi. Va banda so'rar ekan, yo Robbiy, menga bu mukofotlaring, bu menga ajrlaring qaysi qilgan amalimni evaziga deb so'raganda, unga aytiladiki, holi hayotingda qilgan duolaring bor edi. Ana shuni ijobat bo'lmaganlari bular. Bandam, bular hammasi seniki deb Alloh taolo fazli marhamatini ko'rsatar ekan. Demak, azizlar, qilgan duomizni barchasi Allohning huzurida qabul. Shuning uchun duo qilganda inson doim duoni o'shanday ixlos bilan qilishlik, beparvo bo'lmasdan qilsa, ana bandani qilgan duosi mana shu xilda ijobat bo'lar ekan. Duo ulug' amal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, laysa shay'un akrama alallohi min ad-duo. Allohga bandani qilgan duosidan ko'ra azizroq narsa yo'qdir Alloh uchun deydilar. Ya'ni qilgan duomiz Allohning huzurida mana shunday aziz va mukarram ekan azizlar. Man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Ana endi banda duo qilmasa-chi? Duo qilmay yuraversa. Endi musulmon banda haqida ketyapti. Duo qilmaydi, lekin payg'ambarimiz aytadiki, kimki Allohdan so'ramasa, Alloh undan g'azablanadi deydilar. Endi duo qilmay yurgan insondan Alloh taolo g'azablanar ekan. Chunki go'yo Allohga uni hojati yo'qday bo'lib ko'rinar ekan bu inson. Demak, doimo azizlar duo qilib tursak, bu amalimiz Alloh taologa xush keladi. Mana sobiq mustabid davrlarni boshdan kechirdik. Biror ibodat qilishga o'rin yo'q edi. Masjidlar yo'q edi, mutlaq masjidlar yopilgan. Lekin mana shu duomiznigina xalqimiz tark qilmadi. Qayerda bo'lmasin duoni, lekin xalqimiz tark qilmadi. Mana shu ibodatda mustahkam qoyil maqom bo'ldi xalqimiz. Hatto ana shunday juda ham qattiq bo'lgan davrlarda. Endi duo qilganda qanday holatda duo qilishlik kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini Yazid roziyallohu anhu dan shunday deyiladi, rivoyat qiladilarki, anna nabiy sollallohu alayhi vasallam kana idza da'a rafa'a yadayhi wa masaha bihima wajha. Imom Abu Dovud rivoyatlari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydilar, qachon duo qilsalar qo'llarini ko'tarib va uni yuzlariga surtar edilar deydilar. Xuddi biz duomiz. Qo'limizni ko'taramiz, duoni so'ngida esa qo'limizni yuzimizga suramiz. Endi bu yerda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni ham rivoyat qilgan hadislari bor ekan. Bu kishi aytadilarki, Umar ibn Xattob kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza madda yadayhi fi ad-du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qachon duo qilsalar ikki qo'llarini cho'zar edilar va ularni yuzlariga surtmagunlaricha qaytarmas edilar deydilar. Ana Umar ibn Xattobning rivoyatlarida ham Rasulullohni mana shunday duo qilganlarini ko'rardi deydilar. Ya'ni sizu bizni qilayotgan duomizni uslubi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilish haqida shunday deb marhamat qiladilar. Ud'ulloha va antum muqinun bil ijaba wa'lamu anna Alloha la yastajibu du'aan min qalbin g'afilin lahin dedilar. Allohga duo qilinglar va duolaringiz ijobat bo'lishiga chin dildan ishoninglar. Ya'ni duomizni mana shunchalik qilishimiz kerak ekanki, Alloh meni duomda ijobat qilyapti deyishimiz kerak ekan. Ijobat bo'ladimi, bo'lmaydimi desak, azizlar, bu duo bo'lmay qoladi. Alloh meni duomda ijobat qilyapti deb sidqi dil bilan, ixlos bilan duo qilishligini ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siz u bizlarga buni aytayaptilar. Bilinglarki, Alloh g'ofil va beparvo qalbdan chiqqan duoni qabul qilmaydi deydilar. Ya'ni g'aflatda turib, beparvo bo'lib duo qilinsa, Alloh bu duoni qabul qilmaydi deb Rasululloh
Ana hadis shariflarda marhamat qildilar. Abbos roziyallohu anhu aytadilar, bir kun Rasulullohning huzurlariga borib Rasulullohdan so'radim, "Ya Rasululloh, Allohdan nimani so'rayin, shuni menga o'rgating" dedilar. Degandim, payg'ambar alayhisalom "Salillahil afiyata", ofiyatni so'rab duo qilgin dedilar. Yana bir boshqa kun kelib, yana "Ya Rasululloh, duoni men qanday qilayin" deb yana bir so'raganimda payg'ambar alayhisalom "Salillahil afiyata fid dunya wal akhirah" dedilar. Allohdan dunyoda ofiyatni va oxiratdagi ofiyatni so'rab duo qilgin dedilar. Demak, duo qilganimizda albatta bu dunyomizdagi hamma faoliyatimiz so'rab duo qilamiz. Misol bola chaqamiz tinch bo'lsin, oilam farovon bo'lsin, ishimizga so'raymiz. Shu bilan birga shuni miqdoricha endi qalbimizdagi oxiratni g'amiga qarab oxiratni ziyoda qilib qo'shishligimiz yana ham afzal ekan. Ya'ni oxirat mu'min musulmon kishining asosiy hayoti o'sha. Dunyo bir muddat, ad-dunya sa'atan. Bu muddat. Lekin oxirat hayoti abadiy. Duo qilganimizda azizlar oxirat hayotimizga ham juda qattiq iltijo bilan duo qilishligimiz azizlar va hammamiz uchun eng zarur amal. Badr g'azotida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ashoblar bilan yig'ilib turibdilar. Mu'min musulmonlarini adadi 319 ta. Lekin mushriklarning adadi 1000 dan ortiq mushriklar juda ham qurollangan holatda turishibdi. Bu holatdan hamma musulmon ham taajjubda bir o'zgacha holat bo'ladi. Payg'ambarimizda ham va Rasululloh Allohga duo qilib qattiq iltijo qiladilar. Ey bor Xudoyo, menga bergan va'dangni yuzaga chiqargin. Ey bor Xudoyo, menga bergan va'dangni yuzaga chiqargin. Parvardigor, agar mana shu yerda shu musulmonlar halok bo'ladigan bo'lsa, yer yuzida senga ibodat qiladigan inson qolmaydi deb shu qadar iltijo qiladilar. Haqiqatda bor musulmonlarning soni shu bo'ladi. Shu qadar Rasululloh iltijo qilib duo qiladilarki, hatto yelkalaridagi ridolari tushib ketadi. Hazrati Abu Bakr kelib yelkalariga ridoni ilib, "Ya Rasululloh, tinchlaning. Alloh sizni duongizni qabul qiladi" deydilar. Shunda mu'min musulmonlarda qudrati ilohiy bir mudroq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalomda ham shu mudroq bo'ldi. Bu mudroqdan Rasululloh ko'zlarini ochib Abu Bakrga aytadi, "Ya Abu Bakr, inshaalloh bu jangda biz g'alaba qilamiz. Bizga Alloh taolo Jabroilni jo'natdi maloikalar bilan. Jabroil otda qurol anjomlari bilan yo'lni changitib biz taraf kelyapti" deb Rasululloh bu xush xabarni aytadilar. Oyat nozil bo'ladi. "Istastaghisuna robbakum fastajaba lakum robbakum" oyati nozil bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu kishini qilgan iltijolari Allohning huzurida qabul bo'lib, 1000 ta maloika payg'ambarimiz alayhisalomga yordamga kelganligini Alloh taolo xabarini beradi. Va mu'min musulmonlar mana shu g'azotda g'alaba qozonadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Anas ibn Malik aytadilarki, Rasulullohdan qaysi duoni ko'p qiladilar deb so'rab qolishdi. Shunda aytildiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kana an-nabiy yaqul Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Mana shu duoni so'rab payg'ambar alayhisalom duo qilar edilar. Ya'ni bu dunyoni yaxshiligini va oxiratni yaxshiligini. Bu Qur'oni Karimda kelgan ham oyat karima bo'lgan duo. Mana shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'proq o'qir edilar deganlarida Ibn Kasir o'zlarining kitob tafsirlarida aytiblarki, ushbu duo dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarni erishish, yomonlikdan saqlanishni o'zida jamlagan duodir deb Ibn Kasir bu duo haqida mana shunday marhamat qilgan ekanlar.
mashhur vali zotlardan biri Fuzayl ibn Iyos shunday degan ekanlar: "Law kana lana da'watun mustajabatun lada'una biha lil sulton." Ya'ni Fuzayl ibn Iyos aytdilarki, agar bizning ijobat bo'ladigan bir duomiz bo'lganida uni yurtboshimizni haqqiga qilgan bo'lar edik, ya'ni podshohni haqqiga qilgan bo'lar edik degan ekanlar. Bu ham hikmatli gap. Fuzayl ibn Iyos vali bo'lgan bu zot agar podshohni haqqiga duo qilinsa, podshohga Alloh kuch-quvvat, salohiyatini bersa, shu yurt obod bo'ladi. Shuning uchun ulug'larimizni, salaf solihinlarimizni odatlaridan ekanki, sultonning haqqiga mana shunday ofiyatlarni so'rab duo qilmoq. Ijob bo'ladigan vaqt va makonlar. Ijobat bo'lishlik, duoni ijobat bo'lishlik haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamlarda keladiki, Alloh taboraka va taolo kechani 3dan 1 qolganda, ya'ni tong saharga yaqin payt Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deydilar. Va Alloh aytarkanki, qani mendan biron so'rovi, talabi, maqsud, hojati bo'lgan bandam bormi? So'rasin. Men hojatini ravo qilay. Yo duosini ijobat bo'lishligini xohlaydigan bandam bormi? Mendan so'rasin, duosini ijobat qilay. Yoki gunohi kechirishligini istovchi bandam bormi? Mendan so'rasin, uni gunohini kechayin deb Alloh taolo dunyo osmoniga kechani 3dan 1 qolganda tushadi deb ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Shuning uchun azizlar, duo mana shunday ulug' ibodat. Duoni o'z o'rnida kerakli bo'lgan duolarni qilishimiz kerak. Sunnatda kelgan salaf solihinlarimizdan ta'limot bo'lib qolgan duolarni qilaylik. Shunda duo ijobat bo'lar ekan. Bayhaqiy rivoyatlari Abdulloh ibn Muborak qachon Qur'oni Karimda xatm qilsalar, barcha mu'min musulmonlarning haqqiga duo qilar edilar, deydilar. Qarang, ulug' zotlarimizni xatm Qur'on qildi, bunda duo ijobat bo'ladigan onlar. Shunda barcha mu'min musulmonlarning haqlariga duo qilardilar, deydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kim kechasi uyg'onib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah desa, Rasululloh aytadilarki, Alloh taolo uni gunohlarini kechadi. Duosini qabul qiladi agar duo qilsa. Va tahorat qilib namoz o'qisa, Alloh taolo uning namozini qabul qiladi deb payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qildilar. Ya'ni kechada bir uyg'ondingiz. Uyg'onib turib mana shu kalimani o'qidingiz. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah. Ana buni o'qib turib duo qilsa duosi ijobat, namozini tahorat qilib namozini o'qisa namozi qabul, gunohlarini kechirishligini so'rasa gunohlari mag'firat degan ekanlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ulug' zotlarimizdan Hofiz ibn Hajar Abu Abdulloh Farobrobiyni hayotidan misol keltirdilar. Bu kishi aytadilar, kechasi bir uyg'ondim, keyin mana shu kalimani o'qidim deydilar. Va yana uxladim deydilar. Duo qildim deydilar. Uxlasam tushimda bir zot kelib menga aytayapti deydilar. Wahudu ila at-tayyibi min al-qawli wahudu ila siratin mustaqim. Oyat karimani o'qidi. Qarang, shu oyat nimani o'qib yotganlarida kelib bir kishi kelib menga shu oyat karimani o'qidi. Bu oyatni karimani ma'nosi, ular so'zlarining eng pokiga va hamid bo'lgan zotning to'g'ri yo'liga hidoyat qilindilar degan oyat karimani o'qildi deydilar. Demak, bu kishining qilgan o'sha amali
so'zlarini eng pokizasi deyilmoqchi. Bu oyat karima haqi bilan xushxabar berilyapti. Va hamid bo'lgan zotni to'g'ri yo'liga bu amali bilan bu kishi hidoyat qilindi degan oyat karimani o'qidilar. Abu Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qila ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyud du'a asma' qala jawful layli va duburis salatil maktuba. Sahoba ikromlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdiki, ya Rasululloh, Allohning huzurida qabul bo'ladirgan duolar qaysi deb so'rashdi. Shunda Rasululloh aytdilarki, tunning oxirida va farz namozlaridan keyingi qilingan duo ijobatga yaqindir dedilar Rasululloh. Ya'ni duomizni tundi yarmida, hali avvalgi hadisda zikr qildik, kechani 3dan 1 qolganda va har farz namozdan keyin ham dedilar Rasululloh. 5 vaqt farz namozimiz bor. Mana shulardan keyin Allohdan so'rab turib duo qilsak azizlar, buni ham ketidagi duoni payg'ambar alayhisalom ijobat deyaptilar. Yahyo ibn Muaz roziyallohu aytadilarki, duolaring javobi kechikdi deb o'ylama, balki sen o'zing gunohlaring tufayli uni boradigan yo'lini yopib qo'ygandirsan degan ekanlar. Demak, qarang, bu ulug'larimizning so'zlari, salafiy solihinlarimizning so'zlariki, duolarini ijobat bo'lishiga bandani o'zi sabab bo'lib qolar ekan. Gunoh ma'siyatlarini ko'paytirib, duosini ijobat bo'ladigan yo'lini bandani o'zi yopib qo'yishi mumkin ekan. Shuning uchun mu'min banda duosi ijobat bo'laman degan kishi, demak, gunohlardan ham saqlanmog'i lozim ekan. Va ulug' zotlarning huzurida qilingan duolarni ham ijobat deyildi. Alloh taolo hammalarimizni qilayotgan duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Azizlar, mana 2025-yilimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Bu yilimiz juda bir go'zal yil bo'ldi, fayzga, barakaga to'la yil bo'ldi. Diniy sohada ham, dunyoviy sohalarda ham juda katta yaxshi ishlar amalga oshirildi. Alloh taolo mana shu yillarimizni xayrli qildi. Kelasi 2026-yilimizni ham Alloh taolo o'zi xayrli, barakotli qilsin. Bu yilda ushalmagan orzularga Alloh kelasi yilda hammalarimizga o'zi muyassar qilsin. Mana o'tgan yilimizda yurtimizning taraqqiyoti uchun, ravnaqi uchun xizmat qilganlar muhtaram yurtboshimiz boshchilik, u kishining yonlaridagi barcha arkoni davlat, qolgan mahalla ko'yimizdagi hatto mahalla faollarimiz deymizmi, qayerda bo'lmasin, mana shu yo'lda xizmat qilganlardan hammalaridan Alloh rozi bo'lib, Allohim kelasi yildagi mana shunday xayrli ishlarda Alloh o'zi barakotlar ato qilib, kelayotgan bu 2026-yilni ham Alloh xayrli yil bo'lishligini o'zi nasib aylasin. Bugungi muborak kunda azizlar, xat orqali duo so'raganlarimiz bor. Inshaalloh qorilarimiz uni o'qiydi, ungacha duo qilib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohim bugungi sayyidul ayyom va hajjul masokin ulug' muborak kunda